Biz hech qachon hayotimizni farovonlikka olib kelolmaymiz. U yerdagi moliyani, boshqa narsani asl yo'liga olib kela olmaymiz. Qachonki biz o'sha чужой, ya'niki bizga bo'lmagan insonlar ssenariysini o'sha o'tmishdagi hamma bo'lib o'tgan narsalarni yashayotganimizda. Tasavvur qiling, 3 ta nuqta bor. Birinchisida A, ikkinchisi B, uchinchisi esa S nuqta. U A nuqta biz tug'ilgan vaqtimiz. Tug'ilgan vaqtimiz, faqatgina tug'ilgan vaqtimiz u. Va A nuqta bilan B nuqta orasidagi masofa biz shu hayotda bosib o'tgan tajriba, o'sha bog'chadan tortib qo'yingki maktab, bir ish qilganmizmi, biznes qilganmizmi, ota-onamizdan olgan ta'limotimiz va biz buni rad qilmagan holatda, отказ qilmagan holatda bularga buni chuqurlashtirib, bolaligi bir nimaga bunaqa bo'lgan ekan deb ularni отказ qilib, ulardan misol uchun norizo bo'lib emas, ularni qabul qilib, ularni o'sha bosib o'tgan yo'llarini, o'qitlarini, tajribalarini ularni muhokama qilmasdan, chunki biz doim mana shunaqa aytayotgandek, yuqorida aytganimdek, чужой, ya'ni bizniki bo'lmagan hayotni yashayapmiz-da. Bizniki bo'lmagan hayotni yashab kelyapmiz haligacha. Ba'zan biz onamizga nima qilamiz, nima deydi haligi? Ba'zan o'zimizcha mehribonchilik qilayotgan bo'lamiz, onam hamma qatori siz ham chiqavering, oya hamma qatori kerak emas, oya kerak emas, dada. Biz shu paytda biz o'zimizdagi hayotni yashamayapmiz. Biz onasini hayotini yashayapmiz. Onamizni onasini rolida yashayapmiz-da. Ko'ryapsizmi? Deyarli ko'p. Yoki bir ayolimizga, yoki bir ayol kishi erkagiga, turmush o'rtog'iga notatsiya qilyapti, aqllilik o'rgatyapti. Mana qilish kerak, siz nega bunday qilmayapsiz, nega bunday qilmayapsiz deyapti, yoki unday, yoki bunday. Shu payt ayolimiz yoki biz qaysi rolda bo'lamiz? Turmush o'rtog'imizni onasini rolida o'ynayotgan bo'lamiz. Biz doim shunaqangi rollar o'ynab yuramiz. Daydi rollar o'ynab yuramiz. Yoki bir tashqarida qaysidir inson nimadir qilgan bo'lsa, o'shani ssenariysini olamiz, o'g'irlab o'zimizcha. Ularda hayotini havas qilamiz-da. Nimadirga erishgan bo'lsa, voy, zo'r bo'pti-ya, erishibdi-ya. Qachon o'zimiznikini? Va men aytayotgan B nuqta. Qog'ozchaga yozib oling. A nuqta qilingda, teparog'iga B nuqta qiling va pastiga xuddi uchburchak ko'rinishda S nuqta qilib qo'ying. O'sha A bilan B gacha boradigan chiziqda, stilkada biz o'sha yo'llarni bosib o'tyapmiz doim. Lekin bizni hozir turgan joyimiz qayer? B nuqta. Chunki biz уже yosh bola emasmiz, biz qancha narsani bosib o'tdik, qancha narsani ko'rib o'tdik. Qancha og'riqlar, qancha bir yo'taligi bir programmalar qo'yingki, ssenariylar hammasi, karmalar hammasini bitta bosib o'tib kelyapmiz. Va buni takroran davom ettiryapmiz hamda. Qachon biz o'sha B nuqtadan hozir va shu yerda turgan nuqtamizdan hayotimizni yo'lga qo'ya olamiz? Qachon? Biz qachonki o'tmishni muhokama qilmaganimizda. O'tmish yo'q tushunchasini, o'tmishga shundoq o'sha A nuqtani o'rtasida shundoq devor bor. Yo'q deylik u. Отказ qilib emas, ulardan xafa bo'lish emas. Yo'q, bo'ldi. Xotira u yerdagi bo'lib o'tgan. Lekin insonni shunaqangi, miya shunaqangi narsaki, miyaga hozir va shu yerni singdirish juda ham muhim. Hozir va shu yerda unga buyruq berish kerak. Miya doim reallikni ko'rib xulosa oladi. Yana aylantiradi seppochkani. Reallikni ko'radi, yana seppochka aylantiradi. Yana bitta zanjir qonuni ketdi. Miyaga hozir va shu yerni o'zida aytish kerakki, u doim miya ichi tanamizdagi, hujayramizdagi mani qo'limdan kelmaydi. Chunki biz o'tmishda qo'limizdan kelmaganda. Mani qo'limdan kelmaydi, bir urinib ko'rdim-ku degan reaksiyani tana vujud hujayra yana miyaga beradi. Bizga yana keyingi reallikni yaratib beruvchi narsa bu miyamiz bizni.
Shuning uchun aytganki, haligi bir Jo Dispenzani bitta videorolikda eshitganmizki, sen istaklaringni o'lchamida yashashni boshladi. Ko'ryapsizmi? O'tmishdagi emas, deyapti. Sen va hozir va shu yerda istaklaringni, ya'ni maqsadlaringni erishib bo'lgan o'lchamida yasha. Nima uchun unaqa deyapti? Nima uchun? Sababi siz shunda yashayotgan paytingizda, misol uchun, erishib bo'ldingiz. Ha? Misol uchun, mashina olmoqchisiz, qora chiroyli, erishib bo'lgan inson qanaqa yashaydi? U qanaqa hislarda yashaydi? Xush hislarda yashagan paytingizda, ya'ni u hislarni miya eshitadi va sizga reallikni, voqelikni o'zidan shakllantirib berishni boshlaydi. Bizning asosiy hayotimiz B nuqtadan keyin boshlanadi. S ga qarab. B bilan S ni oralig'i biz o'sha qiladigan maqsadlarimiz, orzularimiz, xohishlarimiz, faqat yangi maqsad, yangi xohish, yangi tilaklar haqida o'ylash kerak xolos. O'tmishni bu yoqqa tiqishtirish kerak emas. O'tmishni chaqirib kelib, o'shanda shunaqa bo'lgandi-ku demaslik kerak. Bo'ldi. Va mana yuqorida aytganim, mana bunaqa chujoy, bizniki bo'lmagan daydi, misol uchun bizniki aynan chujoy emas, bizniki bo'lmagan aynan shaxs sifatida shaxsan, misol uchun insonning o'zining asl tabiati bor, to'g'rimi? Insonning o'zining asl tabiati, o'zining asl o'zligi bor. Uni topishning yagona yo'li chuqur nafas oling, nafas chiqaring. Va hozir shu yerni o'zida qiling, chuqur nafas oling, ushlab turing va uni chiqaring. Men borman deng. Sizni eng muhim joyingiz sizni hozir borligingiz. Sizni shu videoni, shu ma'lumotni eshitayotganligingiz. Siz ko'rib turgan atrofdagi o'sha jihozlar, qandaydir ranglar, kiyimlar, har xil holatlar ana shu hozir va shu yer. Lekin shu yerda ham ko'z, bizning ko'zlarimiz, chunki miya ko'zga doim ishora beradi. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ahvoling shu. Ko'rdingmi? Sen qila olmading. Va quloq ham buni eshitadi. Va inson to'xtovsiz o'ziga ichidan somatsenkasini pastga tushirgan qoldi. Joyim, chunki men undan oldingi videoda ham aytgandim, somatsenka haqida ham mana ko'ryapsizmi, birdaniga hammasi bir-biriga ulanib ketaveradi. Somatsenka bo'yicha отдельный boshqa ma'lumot beraman. Somatsenka nima, o'ziga bo'lgan baho nima va bebaholik nima? Ikkita formula. Bu bo'yicha отдельный beraman. O'shandan keyin haligi naqangi somatsenkalar tushishni boshlaydi, to'g'rimi? Somatsenka u doim ana charx anaqa belanchakda u haligi pastga, tepaga, tarozi palasiga o'xshab, pastga, tepaga, haligi shkalaga o'xshab. Pastga, tepaga. Kimdir ishingiz o'xshab qolsa tepaga ko'tarildi, o'xshamay qolsa pastga tushadi. Chunki bu yolg'on narsa, bu saroq narsa somatsenka. Somatsenka yo'q narsa o'rtoqlar. Somatsenka bo'lmagan narsa. Sizni haqiqiy nuqtangiz bor. Uni gaplashamiz. Va biz shunaqangi bizniki bo'lmagan rollarni, obrazlarni yashab kelyapmiz haligacha. Bobomiz rolida, buvimiz rolida, o'rtoqlar. Shuning uchun siz maqsadingizni ko'ring. Misol uchun, hozir va shu yerda nimani istayapsiz? Va yana bitta oltin qoida. Sizni hozir va shu yerdagi ichki sostoyaningiz qanaqa? Qanaqa holatda turibdi? Kim nafas olyapti? Kim gapiryapti? Hozir bu ma'lumotni kim eshityapti? Kim fikrlayapti? Kim harakatlanyapti? Jo Dispenza aytgan oltin qoidani aytaymi? U ham kerak biz uchun. Sen yurayotgan vaqtingda, nafas olayotgan paytingda, gapirayotgan vaqtingda, hattoki har bir harakatingda o'sha maqsadingga erishib bo'lgan insondek harakat qil. Qarang. Chunki bu haqiqat. Asl haqiqat. Ana shu narsani hozir va shu yerdan boshlash kerak. Atrofdagi voqelikka chalg'imagan holda.
voqelik yo'q deylik. Shu voqelikni men ko'ryapman deng. Shu voqelikni men yaratganman. Shu menikimi haqiqatan? Balkim bu boshqadir. Balkim bu o'tmishdagi ota-onam o'pitlarimdan yaralgan voqeligim bo'lishi mumkin. Va buni javobgarligini olish kerak-da. Ha, tan olish kerak-da. Qabul qilish kerak-da. Va ikkinchi kelajak uchun, S nuqta uchun harakatni boshlash kerak. Hayotni yo'liga qo'yishning birgina yo'li shu. Miyaga doim esingizdan chiqarmang, hujayrangiz, tirnog'ingiz uchidan to sochingizni tolasigacha bo'lgan holat, ya'ni energiya deymiz, to'g'rimi? Tebranish deymiz-ku. O'sha tebranishni miya qabul qiladi va bizga voqelikni yaratib beraveradi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Sinab ko'ring, hayotingizda qaysi joyda o'zgarish bo'lganda siz qanaqa ahvolga tushganligingizni bir eslab ko'rsangiz ham bo'ladi. Biz o'zimiz lekin doim biz ongsiz ravishda doim o'tmishlarga, tajribalarga va voqelikka chalg'iymiz. Cho'ntagingizda hozir pulingiz yo'q, to'g'rimi? O'sha mashinani olishga. Bitta sirli qoidani aytilgan. Ha, men shuni xohlayman, olgim kelyapti degandan keyin pul keladi. Avval pul kelsin nazariyasi bu noto'g'ri nazariya. Bu eski davr nazariyasi. Oldin pul kelsin deb vijivat qilishni foydasi yo'q. Xohishni mahkam ushlash kerak va o'sha xohish anaqasida to'lqinlarda yashash kerak. Buni 7 kun qilib ko'rish kerak, masalan, sinab ko'rish kerak. Sinab ko'ring shu narsani. Sinab ko'ring, voqealigingiz hayotingizda o'zgarayotganligini, kimdir sizga qo'ng'iroq qilayotganini, qiziqayotganini siz haqingizda yoki qanaqadir mashinalar o'tayotganini atrofingizda o'zi bilishni boshlaysiz. Hayot sizga shundoq ham o'zi signal berishni boshlaydi. Va madaniyatli bo'lgan holda, ruschada buni duxovnost deydi. Duxovniy bo'lgan holatda hayotga qarash nazariyasini to'g'rilanadi. Madaniyatsiz hayot, men yuqorida aytib o'tganim, shu joy bizniki bo'lmagan rollarni yashash. Bu madaniyatsiz hayot. Madaniyatsiz hayot, ha, men hozir bormasligim kerak ekan. Har xil bahonalar. U bahonalarni kim o'ylab topyapti? Lekin siz istakni xohlaysiz-ku. O'sha moliyaviy erkinlikmi, yo biz sayohatmi, qaysidir bir xohishingiz bor-ku. Lekin unga intilamiz-ku. Lekin sabotaj miya doim bizni xavfsizligimizni o'ylaydi. Shunaqangi mehribonki bu miyadagi sabotaj nuqtasi. Hozir puling yo'q-ku. Undan oldin ham qilib ko'rganding-ku, o'xshamadi-ku. Nima qilasan hozir? Hamkorlaring sen uchun yo'q desa-chi? Borsang o'xshamasa-chi, pul topa olmasang-chi, ish yo'q bo'lsa-chi, odamlarda unday-ku, hayot bunday-ku boshlandi. U ma'lumotlar qayerdan olinyapti? O'tmishdan olinyapti. A nuqtadan olinyapti. O'sha A bilan B ning oralig'idan olinyapti. A bilan B ning oralig'ini eritib yuboring, yo'q qiling. Shunchaki bosh ekkan holda, rozi bo'lgan holda u o'lchamdan chiqib keting. Siz uchun eng qimmatbaho o'lcham hozir va shu yer. Hozir va shu yer faqatgina. Hozir va shu yerda o'zida boshlash kerak hayotni yo'lga qo'yishni, cho'qqilarga chiqishni. Haligi burgut deymiz-ku, chempion deymiz-ku, to'g'rimi? Va maqsadlaringizni tagidagi ma'nolari bilan yashash kerak. Biz maqsad qo'yamiz, to'g'rimi? Mashina, sayohat, qanaqadir karyera, qanaqadir statuslarni. Qanaqadir haligi misol uchun o'qituvchilar toifalarni, u toifa, u maqsadlar tagidagi ma'no bor-ku. O'sha ma'no haqiqiy energiya. Eng qimmatbaho energiya o'sha ma'no ichida bo'ladi. U ma'no shundoq ham o'z-o'zidan sizni o'sha yerga tortadi. O'z-o'zidan tortadi. Qilayotgan ishingizda ma'no yo'qmi? O'shuning uchun haligi pulim
kelyapti, shipi chiqib ketyapti. Qayerga ketganini bilmayman pulimni. Oyligimni oldim, yo'q bo'ldi qoldi. Yoki daromadimni oldim, yo'q bo'ldi ketdi. Qayerga ketganini bilmayman. Chunki hayot shunaqangi bir raqobatlar, solishtirishlar, isbotlashlar, shartlar va talablar sistemasida ketyapti, o'rtoqlar. Qani bu yerda haligi bir oldin gaplashganimiz, ya'ni butunlik sistemasida atrofga haqiqatan ham aks ettirish modeli asosida qarash va o'z shaxsiy potensial bilan, jasorat bilan qo'rquvlarni ko'ziga tik boqqan holatda hayotga qarab ketish. Nima uchun programmalar ermayotganining sababi ham shu. Hech qachon programmalar bilan kurashmaslik kerak. Programmaga uni tan olish kerak, qo'rquvni tan olish kerak. Bu tabiiy holat. Qo'rquv tabiiy instinkt. Tan olish kerak qo'rquv borligini. Shubha juda kerakli narsa shubha ham. Shubha bizni qarang, любой programma inson ongidagi programma shunaqa shubha, qo'rquv, to'g'ri, ikkilanish bor-ku, to'g'rimi? Gumon. To'g'rimi? Любой shunaqangi dastur, keraksizlik qo'yingki, shunaqangi programmalar ko'p hammamizda ongimizda, vujudimizda. Uyg'ongan vaqtda uyg'ondi, chunki ko'pchilikda haligacha har kuni qo'rqadi, soatiga qo'rqadi, daqiqasiga qo'rqadi kerak bo'lsa. Yo bir ishni qilmoqchi bo'lganda, sirali birinchi qadamni tashlayotgan paytda qo'rqadi. Qo'ysangchi, oldin qilganiga o'xshamadi-ku. Va sabotaj miya doim himoyaga o'tadi. Sabotajga ishonib, shu paytda eng zo'r praktika bekor qilinsin deng bo'ldi. Отставить, отмена deng bo'ldi. Oldin qilganding-ku, unga o'xshamadi degan paytda ichingizdan shunaqangi uyg'ongan vaqtda отмена deng. Отмена deng, bekor qilinsin deng. Qo'lingizda shuni X qilingda, отмена deng. Отставить deng. Rad qilaman deng, bekor qilaman deng. Bekor qilinsin deng bo'ldi. Shu paytda ong o'z-o'zidan, miya o'z-o'zidan u narsani o'chirib tashlaydi. Hozir va shu yer eng muhim nuqta. Eng muhim jarayon biz kontrolga olishimiz kerak bo'lgan, doim nazoratga olib turishimiz kerak bo'lgan xuddi gavhardek nuqta bizni sostoyanamiz o'rtoqlar. Holatimiz. Hozir ahvolim qanaqa? Hozir holatim qanaqa? Qarang, agar farzandingizga gapirayotgan paytingizda hozir kim gapiryapti? Hozir kim nafas olyapti? Bu hayotni yo'lga qo'yish, baxt, biz baxt deymiz-ku. Eng qimmatbaho misol uchun baxt deymiz. O'zida baxt tushunchasini ko'pchilik moddiylikka, sayohatga borib kelsam o'zimni baxtli his qilardim. Mashina olsam o'zimni baxtli his qilardim. Sizni mashinangiz yo'q bo'lsa ham siz baxtli insonsiz. Sayohatga borgan bo'lsangiz ham siz baxtli insonsiz. Bora olmagan bo'lsangiz ham baxtli insonsiz. Qaysidir ishni amalga oshira olgan bo'lsangiz ham baxtlisiz, amalga oshira olmagan bo'lsangiz ham baxtlisiz. Samootsenka doim shu narsani sizga ko'rsatib turadi. Kimdir o'tib ketdi sizdan, cho'qqalarga chiqib ketdi, siz o'zingizni samootsenkangizni tushirib o'tirasiz. Kimdir pastroqda sizdan, siz teparoqdasiz. Bitta oltin qoida, bir juda ham ajoyib bir voqeani eshitgandim. O'zingni hozir ojiz his qilyapsanmi? Atrofga qara. Sendanda yetishmovchilik bor insonlar bor. Yetishmovchilik ongida yashayapsanmi? Atrofga qara. Sendagi yo'q narsalar
Sendagi bor narsalar ularda yo'q degan joy bor. Ana shu eng muhim jihat mana shu. Chunki sizni xonadoningizdagi, siz erishgan, siz amalga oshirgan, siz shu paytgacha erishgan barcha narsalarga atrofingizga qarang. Endi qo'shningizga qarang yoki qaysidir mahallangizda siznikichalik bo'lmagan inson bor, hayot bor. Siznikichalik bo'lmagan dunyo bor. Siznikichalik erisha olmagan insonlar bor. Siz kiygan kiyimni hali kiya olmagan insonlar bor. Biz yashayotgan hayotni hali ular ko'ra olmayotgan insonlar bor. Hech qachon nolimaslik kerak. Hayotning oltin qoidasi 2026 ning oltin qoidasi. Undan oldingi videoda ham aytdim, rozi bo'lish mana shu sostoyanaga rozi bo'lish. Sostoyanaga rozi bo'lish eng qimmatbaho resurs. Bu 2026-ni qoidalar o'rtoqlar. Ikkinchisi energiyani muhokamaga, anaqalarga, nimadirlarga, internetdagi shov-shuvlarga, vahimalarga oqizmang, bo'ldi, все. Energiyangizni o'zingizda mahkam hozir va shu yerga bag'ishlang. Hozir va shu yerdagi nuqtada haligi siz menga aytgan, men sizga aytgan maqsadlaringiz, orzularingizga to'g'rilang, bo'ldi, все. Erishib bo'lgan inson hujayrasida yashang. Erishib bo'lgan inson DNKsida yashang. Erishib bo'lgan inson genida yashang. Tanangizda chumollar aylanib ketsin yurganingizda. Xuddi shunaqangi erishib bo'lgan tuyg'uni topingda, yelkangizda, bo'yinlaringizda, yuzlaringizda, boshlaringizda, ya'ni chumoli o'rmalashlari tok chiqishni boshlaydi. Ana shu yerda maqsadlarni haqiqiy realizatsiyasi boshlanadi. Haqiqiy realizatsiyasi. Bu isbotlangan fakt. Ya'ni biz o'sha reallikda ko'rgan fakt. Har bir so'zimizda, hattoki yurayotgan harakatimizda, hattoki bizni tanamizda tok chiqayotgani, yuzlarimiz jimirlayotgani, chasirlayotganini biz reallikka, voqelikni shunaqa yaratganlik vaqtlarimizni eslab, qila olgansiz, siz ham qila olasiz. Qila olishganmi? Ular erisha olishganmi? Siz ham erisha olasiz. Kimdir sayohatga bora oldimi? Siz ham bora olasiz. Kimdir o'sha chiroyli inomarkani mina oldimi? Siz ham mina olasiz. Chunki u inson bilan sizning o'rtangizda hech qanaqangi farq yo'q. Hech qanaqangi farq yo'q. Va ikkinchi qoida, uchinchi qoida, o'sha atrofingizdagi aksingiz sen ham bunga erisha olasan deyotganini yodingizdan chiqarmang. Hech qachon. E'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizni yaxshi ko'ramiz. Borliq Onga akademiyasidan uzoqlashmang. Bu videoni yaqinlaringizga, atrofdagi insonlaringizga ulashing. Ular ham eshitsin. Ular eshitmasligi u bizni mana shu borliqda rivojlanishga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasiz, xolos. Ozginagina. Bu platforma, chunki qo'limizdagi Instagram, YouTube, bular oddiy platforma, bular robot. Bitta like bosganingizni ko'rsa, u yana ham ko'proq insonlarga bu videoni ko'rsatishni boshlaydi. Va videoni siz bir dona insonga tarqatib qo'yganingizda Telegramga yoki Facebookingizga otganingizda, bu platforma sizga bu ma'lumotni berayotganligingiz uchun yana ham ko'proq insonlar ko'rishni boshlaydi. Bundan menga hech qanaqangi, men bu yerda moddiylik uchun aytmayapman. Men bu prosmotr uchun aytmayapman. Ko'proq insonlarimiz bu hayotda rivojlanishi, o'sishi, kengayishi juda ham muhim. Juda ham muhim o'rtoqlar. Shuning uchun o'zingizning ixtiyoringizda, ulashgingiz kelsa ulashing, ulashingiz kelmasa qilmang. Bu sizning ixtiyoringizda. Kelgusi videolarimizda bundan-da yuqori saviyadagi ma'lumotlarni berib boramiz.
Bu videomizni описаниесida yoki yuqorida qo'ygan videolarimizda Telegram kanalimizning ssilkasi bor. O'ting. Bepul kurslar, savol-javoblar, mazmunli, kerakli, biznes haqida, salomatlik haqida, maqsadlarni amalga oshirish haqida, voqelikni o'zgartirish haqida, programmalar ong ostini tozalash haqida, DNK darajasida polni yuqori nimada, ya'ni yuqori o'lchamlar sistemasida qilamiz buni. Chunki bu ochiq dasturlik uchun bu ma'lumotlarni faqatgina Telegram kanalda, yopiq kanalda beraman. Barchangizni yaxshi ko'raman. Cheksizlik va masofasizlikda, onsizlikda sizlar bilan xayrlashamiz. Albatta kelgusida ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.